Muazzam Ibrohimova 1975-yil Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida tug'ilgan. 1992-yil shahardagi 2-o'rta maktabni a'lo baholar bilan bitirib, Toshkent Pediatriya meditsina instituti talabalari safiga qabul qilingan. Bolalar shifokori, bolalar psixologi, bolalar yozuvchisi, shoiri, publitsist, blogerdir. Beshikdagi bek bolam. Oqtoshlik shumtakalarning yangi Zelopiyadagi sarguzashtlari, 2 do'st, bir ko'ngil imorati, Sumalakxo'r samolyot nomli kitoblari nashr qilingan. Alla, do'st qidirgan toshbaqa, Tilbilistonga sayohat, Bo'rivoy qanday qilib yo'l qoidalarini o'rgandi, Changyutgichli chuvalchang kabi animatsion filmlarning ssenariy muallifidir. 2016-yil Boshlang'ich ta'lim jurnalining yilning eng yaxshi ijodkori nominatsiyasi g'olibi. 2018-yil Turkiyada o'tkazilgan Xalqaro hujjatli filmlar festivalida sovrindor bo'lgan. O'zbek onasining bir kuni hujjatli filmining ssenariy muallifi hisoblanadi. 2018-yil Hazar she'r oqshomlari 5-xalqaro she'riyat festivalining sovrindoridir. 2018-yil Turkiyaning Kastamonu shahrida o'tkazilgan 4-xalqaro turkiy xalqlar tarixi ilmiy amaliy konferensiyasi ishtirokchisi. Xalqaro Chukurova she'riyat festivalining qatnashchisi. 2017-yil rejissyor, kino ssenarist Zulfiqor Musoqovning Kino ssenaristlar maktabi tinglovchisidir. 2005-yilda Turk dunyosi media olamining O'zbekiston vakili etib saylangan. 2017-yil ASKEF, ya'ni Yevrosiyo san'at, madaniyat va adabiyot federatsiyasining O'zbekiston bo'limi raisi. 2018-yil Turk dunyosi hujjatli filmlar festivalining O'zbekistondagi koordinatori. 2021-yildan Turkiya jurnalistlari uyushmasi va Turk dunyosi jurnalistlari uyushmasining O'zbekiston tamsilchisidir. Qirg'iziston parlamenti ayollar kengashi tomonidan ta'sis etilgan Datka Ayim Qurbonjon Dodxoh medali bilan mukofotlangan.